Kechirasiz. Erim sizni ko'rganlarida bezovta bo'ldilar. To'g'risini ayting. Oranglarda biror nima bo'lganmi? To'g'risi, eringizni tanimadim, aniqrog'i. Tanib bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Eringiz kim o'zi? Ismi nima? Sog'ligidagi biror surati bormi? Mana, ismlari Akmal. Kulgim bu xislatma aka. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemani nishatda beradi. Alloh boru, hoj aka. Nima bo'ldi eringizga? Yangi uyimizga ko'chib o'tdik. Yangi xonamizda birinchi marotaba cho'milayotganlarida ariston portlab ketib, tanalarning katta foizi kuyib ketdi. Doktorlar bunaqa vaziyatda joyida jon berish kerak edi deyishdi. Nimagadir javob bera olmayapti. Men uylarni malyarkasini qilgan ustaman. Eringiz bizga 5 million so'm pul bergan xolos. 41 million qarzi qolgandi. Pulimizni bermay qayda borgandi?